Assalomu alaykum. Toshkent shahar Chorsu gul bozor gul ishqibozlari, yaxshimisizlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlar. Mana sizlar bilan qisqa muddatli tanaffusdan keyin yana bir bor video oynay jahon orqali sizlar bilan yana ko'rishib turibmiz. Mana bizga juda ham chiroyli bo'lgan atirgullarimiz yetib kelgan. Sizlarning xonadoninglar o'zi chiroyli, fayzli, yanada fayziga, chiroyga chiroy qo'shish uchun mana sizlarga juda ham chiroyli bo'lgan atirgullarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Atirgullarimiz juda ham zo'r, chiroyli, qaranglar. Ro'zviylari bor, mana bunaqa. Qaranglar, juda ham go'zal. Ro'zviylari bor, saruvlari bor. Bardoviylari bor. Mana bitta oqlari bor, mana juda ham chiroyli bo'lgan, mana qaranglar. Juda ham go'zal. Kalitsiya, katta kalitsiya so'raydiganlar ham bemalol atirgullarimiz yetarli. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Atirgullarimiz viloyatga dastavkamiz yo'q. Sababi chunki gullar g'unchalari sinib, bizilib qoladi, sifatlari yo'qolib qoladi. O'shaning hisobiga atirgullarimizni viloyatga dastavka qilib chiqazib bera olmaymiz, hurmatli obunachilar. Toshkent shahariga Yandexda pochta qilib chiqazib bera olmaymiz. Juda ham chiroyli bo'lib ochilib turadi. Mana qaranglar. Juda ham go'zal, nafis bo'lib. Juda ham chiroyli bo'lib ochilib turibdi. Qaranglar. Juda ham chiroyli. Mana birinchi rangimiz. Bunisi ikkinchi rangimiz, oranjiy, bardoviy, sariq, oq, ro'zviy, mana bitta oqi bor. Juda ham zo'r, chiroyli bo'lib ochilib yotibdi. Hurmatli obunachilar, mana qaranglar. Juda ham zo'r, go'zal bo'lib ochilib yotibdi. Mana bitta zina gullarimiz ham bor. Zina gullarimiz ham juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Buni gullari to'kilib ketmaydi. Yoniga gul qo'shilib chiroyli bo'lib turadi. Bularımızın narxi 2000 so'mdan chiroyli bo'lib ochilib turadi. Mana bunaqa dumaloq klumba bu turaveradi mana. Mana bu taygizlarimiz bor. Taygizlarimiz ham juda ham chiroyli. Mana qaranglar. Bularımızın narxi 3,5 mingdan. Mana bu shapronlar bor mana. Shapronlarimiz ham juda ham chiroyli. Mana ko'ryapsizlar. Shapronlarimizdan ham ranglari har xil. Bularımızın narxi 2,5 mingdan. Mana bu rozmarinimiz bor. Juda ham chiroyli bo'ladi. Qurrasi ham qoni foyda. Qoni foyda narsa. Olib borib ekib qo'yasizlar, pripravalik ishlatiriladi bu. Juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Mana bu salviyalarimiz bor. Salviyalarimiz ham 3 mingdan. Mana qaranglar. Juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Juda ham go'zal. Qaranglar. Juda ham chiroyli bo'lib ochilyapti. Mana bu kameliya gullarimizga kelgan. Mana bunaqa kameliyalar, mana g'unchasini qaranglar. G'unchalari ham juda ham chiroyli bo'lib turibdi. G'unchasi rosa zo'r. Bunga kesli narsalarni yaxshi ko'radi. Kesli narsalarni berib tursanglar, juda ham zo'r bo'lib o'sadi. Mana 250 mingdan bularning narxi juda ham chiroyli bo'lib ochilib yotibdi. G'unchalari ham tayyor. Mana bu ochilganlari mana. Qaranglar. Juda ham zo'r. Mana ro'zviylari. Mana ro'zviysimi yo bu ham qizilmi? Juda ham chiroyli. Qaranglar. G'unchalari ham juda ko'p. G'unchalari ham juda zo'r, narxi 250 mingdan. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Telefon nomerlarini hozir aytamiz. Akrom aka 250 mingdan bo'ladimi bu kami? 230 qilib berar ekanlar. Telefon nomeringiz nechi edi? 99 854 50 60. Ismlari Akrom. Mana bunaqa joylarda ham narsalari ham bor mana. Chiroyli. Mana Benjaminlar ham bor. Chiroyli bo'lib, ranglari ham chiroyli bo'lib turibdi. Mana qaranglar. Juda ham zo'r. Mana pyostrisi. Juda ham zo'r. Sal yorug'lashtiramiz mana. Juda ham chiroyli bo'lib. Naqtibam bunaqa osilmacha gullar ham bor, chiroyli bo'lib turgan. Gartenzalar bor mana bu yerda. Gartenzalar 200 mingdan edi. Mana kilolar bor. Juda ham chiroyli bo'lib, archalar, xilma-xil narsalar bor. Kivilargacha bor, bemalol kelib olsanglar bo'ladi.
Mana San Silver 200 mingligimi? Ha, to'g'ri. Mana juda ham zo'r, bu ham Akrom akamdan. Bemalol telefon qilib olsangiz bo'ladi. Bu xonani zo'r havosini namlab beradi, tozalab beradi, juda ham zo'r. Xonani ichiga spaniliga qo'ysangiz ham bo'ladi. Chiroyli bo'lib o'sib turibdi, qaranglar. Daylari ham, tanalari ham juda ham zo'r bo'lgan. Hamda mana sheflari ham bor ekan. Juda ham zo'r. Shu qop-qorong'i ekan, ko'rinmayapti endi sizlarga bu yog'i. Hamma xil narsalar bor. Bemalol kelib telefon qilib murojaat qilsangiz bo'ladi. Mana bu kubanskiy atirgullar bor. Kubanskiy atirgullar ham juda ham hidli bo'ladi. Juda ham zo'r hidli. Juda ham zo'r bo'lib ochiladi. Mana xil atirgullar bor. Hamma ko'ryapsizlarmi ranglarni? Juda ham zo'r. Mana bu pyostrisi. Pyostrisi chiroyli bo'lib ochiladigan. Mana bu siyoh rang ham deyiladi bu. To'q ro'ziviy. Mana bu konfetga o'xshaganlari bor. Juda ham zo'r chiroyli bo'lib ochiladi. Mana oqlari, oranjeviylari. Mana ham oqlari, bular hidlilar, juda ham zo'r chiroyli bo'lib ochiladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, sizlar? Assalomu alaykum. Juda yaxshimisiz, charchamaysiz? Yaxshi o'tiribsizlar, bo'yatdim so'dalar. Ne assortiment kam? Ertagami? Aytdim-ku sizga. Videoga olaman dedimmi? Keladi. Ertaga deyman. Mana qaranglar. Kelishyaptimi? Kelaversin. Ertaga nima bo'ladi? Hadi aytyapti. Mana qaranglar, juda ham ranglari ham chiroyli. Mana bu niyabishning ranglari ham bor. Mana bu yerda oranjeviylar. Bular 200 mingdanmi, nech puliydi? 200 mingdan. Mana juda ham zo'r. Kelishtirib beradilar, do'da dehqonlar o'zlari. Bemalol kelib, meni nomimdan kelsanglar, bonusdagacha qilib beradilar, xudo xolisa. Uyaltirib qo'ymaydi. Eshitosizlarmi, sizning nomingizdan kelsa kelishtirib beraman o'tda. Do'da zo'r. Ana o'zlari dehqonlar-da. Mana bunisi meni o'zim qo'limdagidan mana. Juda ham zo'r, hidlari cho'tki. Ana ta'riflashga til ojiz deydi-yu, xuddi shunaqa joyda. Mana bu do'daning nomerlari bor. 93lik 565 64 30. Ergash do'da deb murojaat qilsanglar bo'ladi, bemalol. Narsalarini maqtash emas. Narsalar haqiqatan sifatli, juda ham zo'r. Bilasizlar, men sizlarga har doim yaxshi sifatli narsa hamda arzon. O'zi yaxshi bo'lsin, puli arzon bo'lsin deydi-yu. Xuddi shunaqa joylarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bu hidli sorti. Voh, hali ochilmasdan hidi shunaqa gurkurab chiqyapti. Bashcha zo'r shokolad. Joylari mana mashta. Mana har doimgidek buzli arkani to'g'risi. Mana bu yoqda meni joyim. Shu yerdan shunday mashaq kelganinglarda Ergash do'da, atirgulchi Ergash do'daning joylari qayerda desanglar ko'rsatib yuborishadi bemalol. Shunday qilib mana bozorimizni aylanishda davom etyapmiz. Mana bu azaliyalar bor mana. Azaliya nech pul azaliya? 350, anavi 400, mamla 150. Mamla 150 mingdan ekan. Mamla 350 mi? Bu 350 mingdan. Juda ham zo'r. Mana bu boshqa ranglari ham bor ekan. Shoirapana joylari mana. Do'konlar. Antyurum nech pul antyurum? Antyurum 100 mingdan 150 mingga. 100 mingdan 150 minggacha ekan. Bular ham juda ham ko'p. Qaranglar. Mana zo'r juda ham narsalari bemalol kelaverasizlar. Mana bu yana shunday narsalar. Globuslarning ko'chatlari bor ekan mana bu yerda. Mana Anjelikaning ko'chati mana bunaqa saru bo'lib ochiladi.
Mana bitta oq ramashkalar mana. Nech pul ramashkalar? 10 ming so'mdan ekan mana 10 ming so'mdan. Ramashkalar 10 mingdan. Sedimchi? Sedim. 30 mingdan ekan. Mana bitta akula egeli ham bor ekan, qaranglar, mana akula egeli. Juda ham chiroyli bo'lib yotibdi. Mana bitta pulishli ham bor. Dekorativniy. Pulishli 15 mi? Yigirma 28-30 sotishayotgan ekan, bo'yi uzun ekan buni, mana qaranglar. Ko'rasizlar? Sakrog'ich o'ynasanglar ham bo'ladi. Juda ham uzun, chiroyli. Qishin yozin payt tashamaydi, chiroyli bo'lib turadi. 30 bo'ladi, ya'ni 25 dan qilib berarkanlar. Ham garimdorimi? Qarang, o'z oldimgacha qolsin. Garimdori ekan bu mana. Garimdorilar 15 ming atrofidan ekan. Juda ham zo'r, chiroyli. Mana mana gaylandiyalar ham bor ekan. Matlubi gaylandiya nech pul? 15 mingdan ekan. Mana juda ham zo'r, chiroyli bo'lib ochilib. Ochilib yotibdi, chiroyli bo'lib. Mana garimdorilar nech pul? Mana bu yerda gullab yotibdi. 10 ming? Shu kichkinasi ekanimi? Bunisi 10 mingmi? Mana tugib turgani ham 10 ming ekan, mana bunaqa ko'chatli varianti ham 10 ming ekan. Zo'r. Bular damashni garimdor. Mana bitta qo'lusli ham bor ekan, mana. Qo'lus, geran, pituniyalar. Ani gartenzami? Siz ham zodagonlarni guli o'tib ketibsizmi? Voy, matlubi ham kuchaydilar. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Nech pul bu? 200 ming so'm. 200 mingdan? Bittasini olsa bo'ladimi? Men qizilni ko'rsatdim, men bardovi chiroyli ekan. Voy, bu haqiqiy ekan-da, o'zi ham qaranglar. Qo'nchalab, gullab, bash cho'tki ishkaladi bo'lib yotibdi. Ha. Bashshi zo'r. 200 ming a? Bo'ladiganimi? Shunaqa ham bo'ladigan. Voy, bu mana ranglari ham chiroyli ekan. Mana oppoq ekan. Oppoq ham juda chiroyli bo'lar ekan-a? Gullar orasida gullab o'tirgan ekansiz-a? Ha. Yashirinib o'tiradi gullar orqasiga qarab. Gul nech pulsa qaysi gulni so'ramasdi. Ampini pituniyalar nech pul bular? 20 ming. Bular ham zo'r ekan. Bular gallan, ha? Mana geranlaringiz-chi, neobычный geranlar. Mana shu geranni hamma anaqa kommentariy yozibsiz. Ne unaqa geran, u bay boshqacha ekan. Bu yangi chiqqan новый sort deydi-yu. Shunaqasi ham bor. Rangi oqmi buni? Mana bunaqa bo'ladimi? Juda ham zo'r, chiroyli. Mana gerberalar mana. Qaranglar, mana juda ham chiroyli. Mana nima mana shu narsa? Zolotaya ribka bu. Zolotaya ribka mashimi? Bu komnatniy gulmi? Mana ekan, osiladi mana. Zolotaya ribka mashiga. Men qo'limda tuyagimda ko'rsatdim-ku. O'rtaga bundoq pituniyalar atrofigimda ekib qo'yib, otini bilmovdim-da, mana gulchilar ham mana shunaqa orasida bir xil dovdirlari ham bo'ladi, gullarni bilmaydi ham. Zo'r bo'ladi. Nech pul bu? 20 ming. Bitta siz emas, hamma so'rayapti, ne yo'q ketdi. Ishim ko'payib ketdi. Nech pul bu? 20 ming. Qizil bo'lib gullaydi bu. Zolotaya ribka so'raganlar. Men o'zim ham mana sizlar bilan barobar nima gulligini bildim. Narxini aytdingizmi? Narxini aytdingizmi? 20 ming. Mana. Juda ham zo'r, chiroyli. Mama anaqa nech pul mana nima edi? Deparmatga maxruviymi bu? Juda ham chiroyli. Nech pul? 15 ming. Juda ham zo'r. Men bunaqasini ko'rmaganman. Ha. Mana bitta mana qo'luslar ham bor ekan, chiroyli. Nech pul bular? 14 mingdan ekan.